Üç Padişahlık degan kinoni ko'rgandan keyin sizningmi kollangizda nurg'un yechilmagan sirlar paydo bo'ldi. Nemishqa bu u ishni qiladigandir, nemishqa bundaq voqea yuz beradigandir deb kollangizda nurg'un savollar tug'ildi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarningki mushu do'yin supisidan foydalanib, üç padişahlık va turmush savodlarini bog'lab turib so'zlab berayotgan do'stinglar Umid Hasan bo'laman. Nurg'un do'stlarningki taklif qilishi va talab qilishi bilan men yana mushu do'yin supisiga chiqib qoldim. Yana davomli üç padişahlıkni so'zlashni o'ylab qoldim. Endi bu qitim biz üç padişahlıkdan nima so'zlaymiz degan vaqtda nurg'unlarimiz üç padişahlık degan kinoni ko'rgan, ammo biz bu kinoni ko'rgandan keyin yeyishilmagan nurg'un sirlarningki borlig'ini bayqagan. Endi biz bu qitimliq so'zlashni boshlagan vaqtimizda nereden so'zlaymiz degan vaqtda mushu Sharqxon sulolasidan boshlab keyingi vaqtda har qaysi belgiliklarningki kuchayishi, undan keyin üç padişahlıkningki paydo bo'lishigacha bo'lgan mushu 100 yilga yaqin tarixni mushu üç padişahlıkda yoki kinoda yoki kitobda siz ko'rmagan, siz shularni ko'rib bo'libmi his qilolmagan sirlarni birlashtirib biz nurg'un do'stlar anglab boqmagan mazmunlarni so'zlaymiz. Demek üç padişahlıktaki texmi ko'p bo'lgan sirlar meningki mushu mazmunimda oshkorlanib mana degan. Endi bu mazmunni men so'zga vaqtimda qismli holat so'zlayman. Ya'ni kinoga o'xshash birinchi qism, ikkinchi qism bo'yicha, tartib bo'yicha har bir qismda ma'lum bir mazmun yoki shu vaqtdagi ma'lum bir sir oshkorlanib mana. Şunu do'stlar, agar mushu üç padişahlık qiziqadigan do'stlar bo'lsa, üç padişahlıkdagi sirlarni texmi ko'proq bilib olsam bo'ldi. Mushundagi personajlardan jiqaroq o'rgansam bo'ldi. Mushundagi ish tutish usullaridan foydalansam bo'ldi deb qolsanglar, mushu o'ng tarafdagi qo'shish belgisini besib, ergish bilinglar. Men atidan boshlab mushu qismli holatda üç padişahlıkningki mushu yeshilmagan sirlarni yeshib sizlarga so'zlab beraman. Endi atidan boshlab so'zlaydigan birinchi temamiz nima degan vaqtda mushu Xan sulolasi nihoyat uzun yil bo'lgan, ya'ni 400 yillik Xan sulolasi nemishqa bir obdan turib mushu üç padişahlıkka ajrab ketdi. Mushu savolningki javobini biz chiqaramiz. Agar sizlar bu savolning javobini bilsanglar yoki mushu savolning javobi qiziqsanglar, ostidagi inkos sayoniga mushu Nemishqa Xan sulolasi vayron bo'lib ketdi. Mushu to'g'risida inkoslarni qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat.